Hürmetlik vatandaş, bugün çislak 2024 yıl 7. ayının 2. günü hafta Seyşembe vatandaş. Çay kilinla, yigitler çay kilinla. Haftaga Seyşembe hazır Kazakistan ziyareti Reis Xi Jinping'nin andi kayfiyat özünün beğeniliki ifadesi Cumhurbaşkanı hazır acellik bir payt duch keldi degan gap adetli gap emas vatandaş. Özüge ma'lum bo'lib sizni ko'rinib turibdi, adetli gap emas. Ondan ikincisi Amerika ovoz video film ikki xil ehtimollik diplomatiyada yumshash bo'lamdi. Amerika Qo'shma Shtatlarga qaratgan diplomatiyada yumshash bo'lamdi deb savol qo'yibdi 13-chi umumiy yig'indan keyin. Hozir 13-chi umumiy yig'in to'g'risida xilma-xil xabarlar kelyapti. Ba'zi iqtisod deydi, ba'zi kadrlar masalasi deydi. Ba'zi burunqi amaldorlarni bir taraf qilish masalasi shanfovihi degandek. Shunasi ulan bo'lishi mumkin, lekin 3-chi umumiy yig'in to'g'risida hozir nayt sirliq ketayotgan bir taraf zada qanday cho'ng siyosat o'tirib chiqadi degan gap hozir obzorchilarning obzorida va fikrlarida aks etyapti vatandash. Biz buni qo'yib turaylik. Bugun mana birinchi bo'lib Amerika ovoz video film kanali savol qo'yibdi-ku, 3-chi umumiy yig'indan keyin Jungo Kompartiyasi diplomatiya jihatda Amerikaga yumshash va yoki boshqa bir o'zgarishlar o'tirib chiqamdi. Masalan, ajdor masallik diplomatiyani cho'rib o'tib mo'tadil oq-ayiq diplomatiyasini yoki mushuk ayiq diplomatiyasini yo'lga qo'yamdi degandek farazlar. Biz endi bir vaqt tartibiga qarab o'taylik. Bu ish intayin muhim ish, vaqt tartibiga qarab turing. 4-ayning 23-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Prezident Joe Biden hukumatining diplomati 24-kuni Shanghai Beijingni ziyorat qildi. 23-kuni kishilik huquq doklati e'lon qildi. Diqqatchimi? Kishilik huquq doklatini bir hafta burun e'lon qilmadi. Kishilik huquq doklatini bir hafta keyin e'lon qildi. Tamam, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining ixtiyoridagi ish vatandosh. Demişki dal shu kuni 24-kuni davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingga ziyoratga mangdigan Avrupa kuni 23-kuni e'lon qildi. Birinchi jumlada Xitoy hozir Uyg'uristonda qirg'in qilishni, Uyg'ur qirg'inchiligini davomlashtiryapti. Shunaqmi do'stlar? 4-ayning 25-kuni Jungoning davlat mudofaa ministri Dong Jun Almaty Astana va Qozog'iston Astanaga yetib kelib, To'qayev hukumati bilan kelishimnoma, harbiy kelishimnomaga imzo chekdi vatandash. 25-kuni endilikda otandek bir cümle söz bütün dunyoga, Jungoga, bütün dunyoga. 4-ayning 27-kuni Beijingdan ayrılgan çağda davlat ishlar kotibi Antony Blinken biz mush ishlarni mushunda qo'ydik, bu darhol hal qilinishi kerak. Jungo o'zi qo'l silib hal qilish kerak. Agar unda qilmaydi ekan, Amerikaliklar qo'l soladi. Qaltis gap, siyosatda qaltis gap vatandash. O meseleler nima? Siz bilmaysiz, men bilmayman. Matbuatim yo'q. Mandaq meselelarni ko'zda tutib davlat ishlar kotibi Antony Blinken mushundaq deydigan bir xabar yo'q. Lekin qo'l silib hal qilsan, hal qilmasan Amerika qo'l silib hal qil. Tugdimi? 4-ayning 27-kuni 5-ay kirib keldi. 5-ayning 10-kuni atrofida Uyg'ur siyosiy faoliyat qo'shinida ozroq o'zgarish bo'ldi ya vatandosh. 5-ayning 16-kuni Kreml Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Beijingga yetib keldi. Vatandoshim, suhbatning mazmuni to'g'risi konkret hech nima yo'q. Nima? Tugadi.
6. ay kirib keldi. 6. ayının 4. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining yoki Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 6. ayının 4. günü Beijing aynı çağdaki 89. yildagi Tiananmen voqeasini xotirlash fursati bilan yana bir qatam Uyg'urlar masalasi eg'iz qilib, hozir Jungo hukumati Uyg'uristonda mustamlika Şinjan'da Uyg'ur qirg'inchiligini davomlashtiryapti dedi 6. ayının 4. günü vatandaş. Shundaqmi vatandaşım 6. ayının 4. günü men bugun 7. 2 voz top doğru bir ay vaqt. 4. ayının 10. günü unutqaptım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Uyg'ur Amerika Davlat Majlisi Kongress do'stlik gruppasi qurildi vatandaş. Mashlar bir qator keldimi? Hozir keldi deyli. Endi 7. ay keldigan vaqtda endi 7. ay tugadi deb kelib qoldimi? Endi kaynimiz yana bir chekinayli. 6. ayının 18. günüdün burun 6. ayının 12. günü vatandaş Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Tibet to'g'risida action hareket. Masalan, Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi. Oshkora ketdi, dunyoga chiqib ketdi vatandaş. Demek Tibet meselesi hal qilish kun tartibi qo'yildi, dunyoga chiqib ketdi vatandaş. Men nima dedim shu vaqt sizga agashim bilak grammatikadagi agashim bilak buning kayinda agash bildigini Uyg'uriston masalasi dedim bu vatandaş. 6. ayının 12'si ketdimi 6. ayının 18. günü. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi vakillari umiga yuqorqi qonun loyihaga asosan va yuqorqi qonun loyihani xushxabar qilib, elib, sovg'a qilib 2 nafar yuqori darajalik amaldor, 1 nafar davlat darajalik amaldor. Avam Palata'nın sabık başlığı Nancy Pelosi, ikincisi Devlet Meclisi dercilik amaldor. Ya Avam Palata Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Mike McConnell vakillar umigini boshlab Hindistonning shimolidagi shtati Dharamsala shtatiga yetib kelib Dalay Lama bilan ko'rishdi. Bu xushxabarlarni yetkazdi 6. ayning 19. günü. Avam Palata sabık başlığı Nancy Pelosi hanım bir cümle dikkat vatandaş. Vaziyat o'zgardi. Tayyorlik qilinglar. Bu yil 4. ayının 27. günü vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinken topshirgan ishlarni Jungo qo'l silib ishlash kerak. Qo'l silib ishlamasa Amerika qo'l soladi. Birlashtirib keling vatandaş. Hammasi bir qator bir chiziq tizgandek tizpiqna vatandaş. Ama endi keleli 6. ayının 18. günü, 6. ayının 12. günü, 6. ayının 23. günü mehmonlarni yo'lga solib Dalay Lama Shveysariya orqali New York shahriga yetib keldi. Aralıkta 18-19 gün aralıqda Hindistan'ın veziri Modi vakillar umiginin a'zolari bilan ko'rishdi. Bir-birlab qo'l ilishib ko'rishdi. Hatto qo'lni shundoq siqib ko'rishdiki, g'alba dedi. Mana o'shani berib qo'yamda qo'lni ching tutib Davlat Majlisi a'zolari Nancy Pelosi xonim Mike McConnell qatorliq arboblar bilan Hindistonning vaziri Modi ko'rishdi. Shungacha 1-2 jumla, 3 jumlada biz sizlarga Tibet to'g'ri so'zlab keldik. Shuningdan boshqa ortiq xabar o'ttirg'i chiqmadi vatandosh. Hozir endi sizga aytsam do'qorishib kelayotgani bir xabarda Dalay Lama Amerikada 3 hafta turdi degan edi. Men tunugin dedim 1 hafta ketdi dedim vatandosh. Şikayeti kaldı dedim. Bu şikayette qaysi vaqt to'g'ri keladi desangiz, hozir bu şikayette
Çünkü Komün Partiyası 3. Umumi Yığınının 15. günüden 18. günü geçildiğin 3 günlük vakitte doğru geldi. İhtimal şu aralıkta Dalai Lama Amerika'daki ziyaretini ahırlaştırıp Dharamsalaga kaydı. Vatandaş, vaziyet vakit müşüne kilivat. Endi sizge muşu haberini eslep durup, esinizge kaydı selip durup ve üzemnin esigi selip durup, yani kanda unutup kaldırın boz ki, yani toluklaşım mümkün, tertip, vakit tertibini sizden aldığınız koyup buldum vatandaş. Şundakma, ama bunun işi de sizge ben sözlümüge, yani sırlık iki cümle haberim var. Bu haber ne vatandaş? 6. ayının 23. günü Dalai Lama Amerika Qo'shma Shtatları New York shahriga yetib kelganda Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining raisi Xi Jinping Tibetga yetib bordi. 6. ayının 23. günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining raisi Xi Jinping Tibetga yetib bordi. Tibetga yetib bordi, nima ish qildi, nima dedi, bu to'g'rida ortiq xabar berilmadi, faqat mavzu xabar berildi. Biroq shu qatorda Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining raisi Xi Jinping Qinghai o'lkasini ziyorat qildi. Ham Qinghai ham Tibet. Qinghai o'lkasini ziyorat qildi, lamalar bilan ko'rishdi. Tibet rohiblari bilan ko'rishdi. Xizmat tekshirgandek boyniga xoda tashladı. Çoğun küllük, yağmurluk bilen saydanın astığı aldı Tibetler. Reis Xi Jinping'i Qinghai'da kızgın kütüp aldı. Vakit 2024 yıl 6. ayının 23. günü Dalai Lama Şveysariya New York'ta, Reis Xi Jinping Qinghai'da Tibet'te. Bugün Reis Xi Jinping Orta Asya Delta Kazakistan'da Astana'da Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nın yığını katılışıp bu yığını Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin kilemde kemmemdi. Haber yok. Bugün Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping Almatı'da, Kazakistan'da Astana'da. Dalai Lama Amerika'da. Vaziyetinin orlaştırılışı bana şundak kilovatıdı. Endi hazır biz tünükünü sözüldük. Kıyasen etaylı muşu heptile işçide Amerika Qo'shma Shtatları siyasi yolları, devlet erbapları Tibet doğrusunda qanday karar alıdı. Qanday siyaset belgileydi. Siz biz kütüvatımız vatandaşım. Ben tünükün bir eğitim, bir yana bir eğitay vatandaşım. Biz Amerika Qo'shma Shtatları, Prezident Joe Biden hükümeti, hükümet erbapları ve siyasi yolla ve siyaset belirleydiğin Amerika Qo'shma Shtatları hükümet erbaplarının Tibet bilen Uygur o'rtasındagi devlet chegarasi. Tibet, Uyg'uriston devlet chegarasi. 2024 yil 6. ayının günüden 6. ayının 18. günügacha 6. ayının 18. günüden 6. ayının 23. günügacha mushu reallik, mushu o'tmishning tarihi ve o'tmish tarixning bugungi realligi, bugungi reallik ikki millat Tibet Uyg'ur o'rtasidagi chegarasizligi, chegara liniyasini Amerika Qo'shma Shtatları mushu reallik ichida turg'izib, reallik ichida siyaset belgilashini reallik ichida turg'izib, reallik ichida Uyg'ur Tibet davlat chegaralarini e'tirof qilishini, real davlat chegaralarini e'tirof qilishini Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy yo'llardan, siyosiy arboblardan talab qilamiz. Belgilash, muqimlashtirishni talab qilamiz. Mushu chegarani belgilashni, muqimlashtirishni talab qilamiz. Alloh xolisi bu to'g'rida ata, yana so'zlayman. Vatandaşa, bugünkü vaziyetimiz mana shu.